IELTS bormi? Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Ha, IELTS'im bor. Mana IELTS'im 7,5. Aha. Speakingdan 7 chiqqan, writingdan 7, qolgan ikkalasidan writing, listening, reading, listeningdan ulardan 8 dan chiqqan. Menimcha speakingni eng past chiqqanidan sababi bu IELTS savollarining strukturasiga tusha olmaganim. Men o'zi oddiy ingliz tilida gaplashishni ko'p qilganman. 3 oy mana tanishim bilan 3 oyda ko'p inglizcha gapirganmiz, lekin o'shanda ham speakingni o'zini maxsus savollariga javob bermaganmiz. Shunchaki conversation, daily conversation bo'lgan. Lekin shu hozirgi ingliz tilini o'rganayotgan odamlarga, ayniqsa speakingdan 7 dan baland olmoqchi bo'lganlarga IELTS questionlarni ko'proq practice qilishini so'rab qolgan bo'lardim. Writing speakingdan ko'pchilik past ball oladi. Shunga nima maslahat berasiz? Ular ham baland ball olishligiga. Boya aytganimdek speakingga tushadi. Writing keladigan bo'lsa, uni analiz qilish kerak. Zo'r writinglarni olish kerak. Task 1 bo'ladimi, task 2 bo'ladimi? Uni grammarini yoki ishlatilayotgan ko'chirmalarni, masalan, birinchi paragrafdan ikkinchi paragrafga o'tguncha uni o'zini strukturalari bor. O'shani hammasini analiz qilinsa, ular keyin o'shandan ko'chirilsa, endi ko'chirilsa degani to'g'ri maqsadda ko'chirilsa, strukturalar. O'shanda zo'r chiqadi. Endi oxirgi savolimiz, ingliz tilini o'rganganingizdan keyin hayotingiz qanaqa o'zgardi? 180 darajaga